Yaş iduq uzun safarga atlanib chiqqanda biz. Əmdi atqa mingüdək bo'p qaldı ana navrimiz. Az iduq müşkül safarga atlanib chiqqanda biz. Əmdi cho'ng karvan atalduq qaldırıb çöllərdə iz. Texi bir yil burunla yot tuproqlarda ming bir jafo mushaqqatlarda qatti pukilayotgan onalarga, millatning kelajagi qizlarga umid berish va yangidan ruh qurilish qilish maqsadida ayollar tadqiqoti fanlari aspiranti Tirishchan ana Amina Sadaf xonimning tashkillashi va 9 xonimning bosh qo'shib planlashi bilan ro'yobga chiqqan xonim qizlar ilmchiyi muhojiratdagi ilmga talpingan onalarning millatning kelgusi qurg'uvchilarini barpo qiluvchi qizlarning ilm ma'rifat mehr muhabbat so'rini bo'lib qoldi. İlim çeyi başlanıp qısqagina bir necha ayda o'xshamagan temalarda 5 qatimliq ilmiy suhbat uchrashish o'tkazdi. Çay a'zolarining tirishchanligida 40 parchaga yaqin ilmiy va ommabop maqolalar yozildi. Ularning bir qismi muhojiratda nashr qilinayotgan har qaysi gazet jurnallarda e'lon qilindi. Ayda bir leksiya faoliyatini qanot yaydirib, xonim qizlarning oila va farzand tarbiyasidagi roli va boshqa kasbiy temalarda 3 qatim to'r leksiyasi o'rinlashtirdi. İstanbulda boshlangan bu go'zal qadamlar Konyaga tutishib, Konyadami ilm cheyi ilib berilib, Konyadagi ilm so'yar xonimlarning ma'naviy turmushini beyitdi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, muhojirat hayoti to'limi qiyin va jafoli hayotdir. Bulubmu ailesidan, xizmetidan va vatandan keladigan iqtisodiy manbadan ayrilib qolib, taşdan qattiq musofirchilik hayotda o'z emgaki va halol tari bilan tik turib yashayotgan ayollar uchun texim shundoq. Shu jafoliq va qattiq hayotda qiyinchiliklarga bosh egmay yashash har bir ayoldan sog'lom tan va kuchli ruhiy tangpungliq talab qiladi. Aslida hissiyatchan va nozik bo'lgan bu ayollar bu qiyinchilik to'lgan hayotda o'z realligidan bezor bo'lish, umidsizlanish, tushkunlashish, yolg'izlik his qilish, shundaqla har kuni uchrayotgan moddiy va ma'naviy qiyinchiliklar tufayli o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotib, o'zini kamsitishdek psixiklik to'salg'ularga osonla duchor bo'ladi. Umidsizlik va tushkunlik ularning irodasini ojizlashtirib, farzand va millat oldidagi mas'uliyati va majburiyatni unutildirdi. yoki uningga ko'ngil bo'lmaydigan qilib qo'ydi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, ayol u bir millatning onasi, tarbiyachisi va parvarishkoridir. Ayolning aqli, ayolning kuchi, ayolning farosati millatning ma'naviy to'rikidir. Ayolsiz uyda illiqlik bo'lmagandek, ayolsiz jamiyatda inoqlik va mehr muhabbat bo'lmaydi. Ayolning saposi va iqtidorining bir millatning kuchlik bo'lishida qanchalik roli borligini biz 2000 yillik sarsonlikdan keyin o'z davlatini qurib chiqqan yahudilardan va dunyoning eng kuchli fan texnika davlati bo'lgan yaponlardan ko'rib olamiz. Millatimiz bugun tarixdagi eng qiyin kunlarni boshdan kechiryapti. Tarixdek chechilib ketgan millatimizni biz arzu qilgan hur kunlarga erishtirish, yot tuproqlarda tug'ilgan yangi nasllarga o'z vatanini tunutish, milliy kimligini saqlab qolish biz onalarning bosh tortib bo'lmaydigan burchimiz. Biz har qatimliq chayda bu burchimizni eslab o'tdik. Ilm chayimiz so'rin madaniyatimizni yanglab qolmasdan balki bizga umid, do'stlik, ishonch va ilm so'rini bo'ldi. Biz qag'jirgan ma'naviyatimizni, ustigan yuragimizni ilm so'rinlarida sug'urgan vaqtimizda hayotimiz texmi ma'nilik, kelgisiga bo'lgan ishonchimiz texmi yuksak bo'lg'isi.